Brokerlar va blogerlar kollaboratsiyasi qo'shma holda nimalar qilishadi? Endi shu yerda o'yin boshlandi. Tez, oson va juda ko'p pul va'da qilishdi. Guru u yerda $10,000, $5,000 foyda qilyapti. Bu narsani real qilib ko'rdik-ku, endi qaytmaydi u bola. Lekin logika bilan olib qarasak, tradingda har bir savdo, agressiv savdo mumkin emas. Pichoq bersangiz, u o'zini yaralash ehtimoli baland. Ularga pofik beryapti, signal. Agar siz promo kod yoki linkdan o'tkazayotgan traderni ko'rsangiz, undan voz keching. Assalomu alaykum. Afsuski bu videoni olishga majburman. Bu videoni ko'rmasdan tradingga kiraman. Hammani nuqtai nazarda bo'lib turgan trading aslida nima? Qanaqa soha? Bugun gaplashamiz. Brokerlar o'yini, blogerlarning roli va maqsad. Bir tarafdan tushunishingiz kerak, trading boshqa narsa. O'zbekistonda targ'ib qilinayotgan trading 90% holatda o'ta ayanchli va shunchaki trading niqobi ostidagi shunchaki o'yin. Bugun barchasini masalaga popolchga keltirib beraman va siz shunchaki hissiyot bilan emas, aql bilan hammasini mantiqqa asoslangan holda tahlil qiling. Mani gapirishimga, mimikamga e'tibor bermang. Mani gaplarimning ma'nosiga e'tibor bering. Kimnidir fanati bo'lib, muxlisi bo'lib kuzatish kerak emas, yo mani yo boshqasini. Shunchaki inson sifatida tafakkur qilib, bu videoni boshidan oxirigacha ko'ring va xulosa chiqaring va kommentar yozib barchaga tarqatishingizni tavsiya qilaman. Xo'p. Trading, brokerlar va blogerlar bularni nima birlashtirib turadi? Bugun barchasini o'ylaylik ketamiz. Основной birinchisi trading. Trading afsuski niqob qilinib boshqa sohaga aylantirilmoqda. Ya'ni biz biladigan trading ikkita turga bo'linib qoldi. Ya'ni marketing trading, ikkinchisi esa real trading. Afsuski bizni bozorda marketing trading juda ham rivojlanib ketdi. Bunga asosiy sabab aholini o'ta ko'p qatlami ish maoshi yoki topadigan puli pastligi va ularni eng og'riqli nuqtasi tez bo'y bo'lish hissi bo'lgani va aqlan hali rivojlanmagani saviyasi pastligi bo'ldi. Afsuski bizning davlat endilikda Sovet davridan chiqib kelgan davlat hisoblanadi va juda ham ko'p ilmga urg'u berilmagan. Bizda bu narsani tezroq avj bo'lib ketishi osondir. Xo'p, marketing trading va real trading. Real trading biz biladigan, kinolarda ko'rgan, Amerikada datalar va ma'lumotlar orqali, matematika orqali, tushunish orqali, anglash orqali, grafikni anglash, tushunish, sistema, planirovka, exit, entry modellarini yasash. Polni shu ish professional insonni ko'rganmiz. Lekin nima uchun hozirgi marketing traderlar mashina boshqa qilishadi? Buning asosiy sababi nima? U nima? Hammasini bugun ochib beradi. Tushuninglar, marketing va real trading o'rtasidagi farq bu yerda siz tizim, intizom, grafikani tushunish, sistemalash, planirovka, qayta analiz, ma'lumotlarni ilish, ma'lumotlarni qayta ishlash va hokazolar boshqarasiz. Bu yerda esa sizga oddiy signal berishlari mumkin yoki shunchaki knopkani bosib boy bo'lish targ'ib qilinadi. Bugun ochamiz. Brokerlarni tushunib oling. Broker degani bu shunchaki vositachi, ya'ni trader va bozor o'rtasida ularni birlashtiruvchi vositachi broker deb nomlanadi. Va brokerlar afsuski juda ham ko'p narsalarga aralashib qolgan. Bugun ularni sirasidan yechamiz. Afsuski ko'p davlatlarda regulyatsiya degan narsa yo'q, ya'ni boshqaruv yo'q. O'sha uchun ba'zi bir brokerlar, hammasi emas, ba'zilari
davlatlarga kirib, shunaqa mexanizmlar ishlab chiqishadi va o'zlarini shu davlatdan qiladigan ishlarini offshorniy, ya'ni tekshiruvi o'ta past bo'lgan davlatlarga banklarga pullarni yuborishadi. Tabiiyki, bu tekshiruvdan qochish uchun. Lekin shu tadbirkorlarni shunaqa sxemalar bilan aldab bilmaydigan davlatlar ham bor. Bulardan biri Amerika, USA. Siz agar USA, ya'ni Amerika fuqarosi bo'lsangiz, kiring, qidiring, broker ishlayotgan brokerlar ana Amerika fuqarosiga ruxsat bormi? Yo'qmi? Demak, u offshore bilan ishlayapti yoki boshqa masalalari bor. Chunki Amerika o'zini regulyatsiyasi bor va o'zini fuqarosi uchun titib bo'lsa ham pulni olib beradi. Tushundingizmi? Xo'p. Brokerlarni kirdi ko'rgan. Broker o'zi qanday ishlaydi? Broker shunday bu vositachiga qo'yib qanday ishlaydi? Unda mijoz keladi va u mijozni bozorga yo'naltirish kerak. To'g'rimi? To'g'ri. Aslida qanday ishlash kerak? Mijoz keldi brokerga va uni bozorga chiqarib yuborish kerak. Bozor bu liquid provider, ya'ni pulni ta'minlab turuvchi liquid providerlarga chiqadi. Liquid provider banklarga chiqishi mumkin. Ya'ni sizga sotuvchi bo'lsangiz, qarama qarshi sotib oluvchi ham bo'ladi, xaridor bo'ladi. Yoki siz xaridor bo'lsangiz, sizdan sotadigan inson bo'ladi. Ya'ni sizga sotadigan inson bo'ladi. Ya'ni sotib oluvchi, ya'ni ikkita shaxs ishtirok etadi. Bu yerda banklar sizga o'rin berishi mumkin va hokazo. Ya'ni siz realiy bozorga chiqib ketasiz vositachi orqali. Va broker bu yerda qayerdan foyda oladi? Yoki spreaddan, yoki komissiyadan. Bo'ldi. Shundan. Lekin afsuski, bu shunday ko'ringani bilan shunday ishlamaydi. Orqasidagi yashirilgan katta qaroqchilik mexanizmini ko'rib chiqamiz. Va buni tushunishingiz uchun hozir brokerning ichida e-book va b-book degan tushuncha bor, narsa bor. Ya'ni bu nima degan? Hozir boshida tushuntirgan liquid providerga chiqish, barchasini banklar orqali qilish bu e-book. Ya'ni bozorga kirasiz, sizni broker bozorga yo'naltiradi, liquid providerlarga, banklarga va hokazo. Siz shaffof bozor ishtirokchisi, faqat broker sizdan komissiya yoki spread olib qo'yish mumkin belgilangan tarzda. Alik b-bookchi mana bu asosiy ularni topadigan pul manbaiga aylanib qolgan narsa. Bitta narsa, brokerlarga kirasiz-ku, siz pul qo'yasiz. Ularni shartlariga, o'sha shartlarda yozilgan joyini aytaman. Siz agar broker traderni savdosiga yoki topgan puliga shubha qilsa, traderni ogohlantirmasdan turib uni akkauntini bloklash yoki muzlatish mumkin. Tushunyapsizmi? Siz shu narsaga rozi bo'lasiz. Ya'ni brokerlar faqat haq chiqishi uchun juda ham ko'p pul sarflashadi, faqat advokatlar uchun. Tushunyapsizmi? Ya'ni siz yutib bilmasligingiz uchun. Ya'ni o'sha narsalarga rozi bo'lib kirasiz. Bitta tushuntiraman. Diqqat bilan quloq soling. B-book mexanizmi qanaqa ishlaydi? Bu yerga e-bookda bozorga chiqib ketsa, B-bookda boshqa ssenariy. Ya'ni siz absolyutno bozorni o'zingiz ishtirokchi sifatida tasavvur qila olmaysiz. Ya'ni siz broker etilganingizda B-bookga yo'naltirsangiz, bu yerda ularning o'zining reyestri bor va u yerga sizni joylashadi. Va siz tabiiy xaridor bo'lsangiz sizga sotuvchi kerak yoki sotuvchi bo'lsangiz sizga xaridor kerak va bu yerda barcha rolni brokerning o'zi oladi. Ya'ni market maker vazifasini o'ziga oladi. Ya'ni ko'proq aytganda siz pul yutsangiz, broker o'z kissasidan joylaydi. Pul yutqazsangiz, broker uni cho'ntagiga uradi, topadi. Ayrim holatlarda hech kim pul bermasligi uchun ular manipulyatsiya qilishadi. Gaplar ochishadi, bozor shartlari boshqacha yuradi, sizni pulingizni shilish maqsadida. Chunki bu brokerga sizni bozorga chiqarib bo'lgandan mana bu yerda kuxni deydi-ku, kuxni broker. Sizni hammani tiqib o'sha yerda varid qiladi, hammani o'sha yerda pulni shiladi. Tushuntiraman qanaqa ishlaydi mexanizm. Qiyin bo'lishi mumkin, lekin tushunishga harakat qiling. Bu sistemada kim taqsimlaydi deyishingiz mumkin. Hozir buni ham tushuntiraman. Ya'ni brokerlarda mijoz kirib kelgandan keyin o'rtada
Identify split processing degan narsa bor. Ya'ni bu gibrid model. Aytibdi gibrid. E-book, e-book chatishgan. Va mana bu yerda identity split processing sizni aniqlaydi. Kim siz? Bundan oldingi savdo tarifingiz, depositingizni qanchaligi va kimning orqasidan kelayotganingiz. Barcha faktorlarni o'rganib chiqib, yo sizni profitable, aniq savdo strategiyasi, savdo sistemangiz, tarifingiz juda ham zo'r bo'lsa, sizni bu yoqda e-bookda o'zini ichida ushlash, brokerga nega o'zini kissasidan pul to'lab o'tish. Siz profitable, ya'ni foydali trader bo'lsangiz, siz avtomatik real bozorga chiqarib ketasiz. Avtomatik. Sizdan faqat komissiya oladi xolos. Lekin bu nega gitna? O'sha uchun ular e-bookga ganyan qilishadi, o'sha yoqqa yo'naltirishadi. Va buni qanday qilishadi? Bitta tushunamiz. Ya'ni siz tushunolingizda mana bu joy diqqat bilan tushunib oling. Ya'ni sizni aniqlaydigan joy o'rtada gibrid aniqlab o'sha saralaydi. E-bookdan A-bookga mana shu joy eng mashhur joylardan biri. Brokerlar va blogerlar kollaboratsiyasi, qo'shma holda nimalar qilishadi? Broker shu narsani tushunib yetdi. Agar inson tradingda juda ham ko'p pul ishlashni xohlasa, juda ham kam pul bilan kirib kelsa, ko'pincha holatda, ya'ni aksariyat holatda pulni yo'qotadi. Bozorga, boshqa joyga umuman yo'q. Va bu narsani ular o'zini foydasiga ishlatishga harakat qildi va bu narsaga erishdi. Qanday qilib deysizmi? Bitta tushuntiraman. Konversiya degan narsa bor. Konversiya nimaligini tushuntiraman birinchi. Konversiya bu siz hassa sotyapsiz. Siz hassa sotyapsiz. Hassani bog'chaga etib sotsangiz, u yerda sotmaysiz, hech kim olmaydi. Hech kimga emas hassa. Lekin o'shaning больницаga, kasalxonaga borib qariyalarga sotsangiz, 10 kishidan 8 kishi olishi mumkin. Va bu yerda sizning konversiya o'rtacha sotish qiymati bu yerda 80%, bog'chada esa 0%. Tushunyapsizmi? O'sha uchun har bir tayyorlanayotgan mahsulot birinchi kimga yo'naltirilishi aniq bo'ladi. Va afsuski, ular shunaqa auditoriya tanlashdiki, bu auditoriyaga tez, oson va juda ko'p pul va'da qilishdi. Trading xuddi shunaqa targ'iboti boshlandi. Tez, oson va juda ko'p pul. Bunaqa trelema, bunaqa uchburchak, mukammal uchburchak hech qayerda yo'q. Hech qayerda siz ham tez, ham oson, ham juda ko'p pul topib bilmaysiz. Lekin bu shunaqa va'da qilinib, insonlarga targ'ib qilinyapti. Qanday deysizmi? Blogerlar sizga shinakamayo, mashinalar, pul barchasini ko'rsatishadi va o'z telegramlariga olib o'tishadi va telegramlarida asosiy o'yinlar boshlanadi yoki boshqa joylarda. Nima qilishadi? Ular sizni signal berishadi. Xo'sh, signal qanaqa beriladi? Buy now, sell now, setup ko'rinishida emas, ya'ni asosiy kirish nuqtasi, qanday chiqish nuqtasi, qayerdan chiqish aniq, qayerdan chiqib foyda olib chiqib ketish hisoblozlar barchasi aniq. Ya'ni entry model va exit model sizga ko'rinib turishi kerak. Shunda bu haqiqiy trading. Demak, plan bor. Demak, qayerda qancha bo'lishi, qancha yo'qotishingiz aniq. Hamma narsani prosta kalkulyatsiya qilib berish kerak. Lekin bunaqa qilishmaydi. Buy now, sell now, buy now, sell yoki sotib ol, so'ng boshqa deyishadi. Endi shu yerda o'yin boshlandi. Ular bitta narsani ishlatishadi. Ular как будто aytishadiki, biz savdomiz foydada, biz. Lekin bu yerdagi juda ham ko'p olomon 100 ming bo'lishi mumkin, 90 ming, 100 necha ming inson bu narsani ko'ryapti. Ya'ni bu inson juda ko'p pul ko'rsatyapti, juda tez pul ishlayapti, oson qilib ko'rsatyapti bu narsani va tabiiyki, xuddiki quyga o'tni qo'ysangiz, u yurib kelaveradi siz tomonga. Iloji yo'q, chunki instinkt, inson ham pul ko'rsatilyapti. Oson ko'rsatilyapti, tez ko'rsatilyapti, juda ko'p ko'rsatilyapti. Unda uchib kelaveradi. Va bular siz taxminan aytsak, birta inson $100 bilan kirsa, minimum $100 bilan kirsa, $100 bu signal beradi. Qo'shtirnoq ushtaki trader signal beradi va bu $100 keling $200 qildi deylik. Yangi kirgan o'sha ishtirokchi, blogerga ishon. Akam zo'rsiz deydi, lekin bu yerda bu $5000 foyda qilayotganidan
shu signaldan $10,000 foyda qilayotganini bloger ko'rsatyapti o'z kanalida. Va tabiiyki bu bola $200 foyda qilganini hech qanaqa pul deb his qilmaydi. Akasi Guru u yerda $10,000, $5,000 foyda qilyapti. Endi bu nima deydi? $200 deydi, $2,000 qilaman. Chiqarmaydi. 90 yana qaytaman. O'rtacha qiymat bilan o'sha aytganimday konversiya bilan hisoblaganda bu o'sha broker biladi. Bu yerda 99% inson pulini chiqarmaydi va savdo qilishda agressivniy riskni oshirib savdo qilishda davom etaveradi va oxir oqibat pulini yo'qotadi. Yo'qotgan vaqtda nima deydi bilasizmi? Mana bu bloger o'zini foydada qilib ko'rsatyapti-ku. Bu yerda foydada qilib ko'rsatyapti va bu ishtirokchi pul yo'qotsa, aytadiki, men o'zim aybdorman. O'zim aybdor ekanman. O'zimda gunoh. Men endi bu aybimni takrorlamayman. Deydi, yana pul soladi. Yana shu narsani o'ylaydi. Ya'ni bu aylana tugamaydi, aylanaveradi, pul yo'qotadi, pul tashlaydi, pul yo'qotadi, pul tashlaydi, pul yo'qotadi, pul tashlaydi. To'ki tamom bo'lib, silkasi sinib, yiqilib, pulsiz gadoy bo'lib, ludomanik bo'lib qolmagunicha. Ya'ni tamom, bu yerda bitta narsada eng yomoni $100 dan $200 yoki $1000 yoki $3000 qiladi-ku, buni razgon deydi. Bolani psixikasida уже blok shakllanadi. Ya'ni bu narsani real qilib ko'rdi-ku, endi qaytmaydi u bola. Har safar katta qarzga kiradi, har endi tez ishlab olaman. Hozir $1000 qilsam $10,000 bo'ladi deydi. Yana yo'qotadi, u yoqdan qarz, bu yoqdan qarz. Ya hali o'rnini 10 baravar qilib to'ldirib qo'yaman, otajonim. Bu psixologik o'yin. Afsuski shu so'qqa juda ham ko'p yoshlarimiz kirib ketyapti. Tushunmayapti. Adin ekspertlar qilib tashlayapti tradingni. Tushunmasdan. Chunki mana bu yerda insofsiz blogerlar nimaga kerak senga $5,000, $10,000, $25,000 foydani ko'rsatib o'tirishing yoki million foydalarni ko'rsatishadi. Nima sababdan? Nima sababdan? Maqsadsiz harakat yo'q. Bu demak, bu brokerlarni vazifasini qilyapti. Brokerlar ularga shunday qilasan deydi. Chunki mana bu yerda juda ham ko'p aqlli insonlar, qanday qilib psixologiya bilan shug'ullanadigan insonlar o'tiribdi va ular zadachi beradi. Va mana bu $5,000, $500,000, $1000 haqiqiy emas. Bu shunchaki dastur, aytishliklar o'tirib, ularga ana broker tomonidan o'zini qo'lida $5,000 ana bu yerdan kirdi, buncha savdo bo'lyapti, bunga tashlab o'tirishadi. Buni qo'llab o'tirishadi, bunga любой narsani yangi qilishadi. Obratni shuncha odamdan pul yig'ilib, qaytib tashlab beriladi. Va bu inson mashinalar olishi mumkin, sizga barcha pullarni ko'rsatishi mumkin, banklardan pul tushayotganini ko'rsatishi mumkin. Lekin mana bu bloger, ishchi, broker esa ish beruvchi, u любой narsani reallik qilib ko'rsatib beradi. Menda bo'lgan holat. Menda broker kelyapti, aytyapti. Men O'zbekistonda hozirgi vaqtda trading sferasida eng influence power, ya'ni tortish qobiliyati eng baland bo'lgan blogerman. Bandiman men. Mana influence power'im juda ham kuchli, mana engagement'im juda ham kuchli, juda ham ko'p inson ko'rsatadi. Menga aytayaptiki, $500,000 shunchaki biz bilan ishni boshlashingiz uchun beramiz va sizga CPA beramiz. Va sizga lot commission beramiz. Va sizga hech kimga bermagan eksklyuzivni deyapti. Eksklyuzivni revenue share beramiz deyapti. Qani bu tomon bilmayman bu nima. Hozirgi vaqtda O'zbekistonda blogerlar shitini eng topuvlari brokerda shunaqa revenue share oladi. Qolgan mayda chuda blogerchalar, trader deyapman-da, chala traderchalar unaqa emas, faqat ular keltirgan mijoz uchun va lot komissiyaga pul oladi. Lekin revenue share faqat yiriklariga beriladi. Yiriklariga juda ham ko'p minglab odamlarni olib keladigan insonlarga beriladi. Va bitta narsani tushuntiraman. U aytyapti, CPA beramiz, masalan $1000 olib kelsa $500 yoki $1000 yoki $400 har bitta komissiya lotdan siz katalog ishtirokchi bo'lsangiz, juda ko'p odam, juda kataloglar ochtirsangiz $7 dan to $50 gacha, $40 gacha pul beramiz. Revenue share 30% beramiz. Ya'ni har bir pul yo'qotgan insonni 30% yo'qotgan pulini hisoblamaylik. Shunaqa taklif qilyapti. Men quloqcha kasga o'rib yo'ldim. O'sha $500,000 tiqadigan joyga tiqib qo'yaman o'zi. Ya'ni tushuninglar. Endi bu yerda ularning mas'uliyati bor. Mana bu siz olib kelayotgan insonga qo'shimcha $500 sizga, ya'ni
traderga, bloger traderga $500 ular har bir keltirgan mijoz uchun $500 pul berishi uchun, lekin bu yerda shart bor. Yoki chunki mijoz kelib $1000 qo'yib qaytib olib ketsa, bu $500 to'lamaydi-ku traderga. Bu yerda shart bor. Bu yerda 5 lot, 10 lot savdo qildirishing shart deydi. Lekin logika bilan olib qarasak, tradingda har bir savdo, agressiv savdo mumkin emas. Bu brokerlar juda yaxshi bilishadi. Kiritayotgan $1000 ga 5 lot, 10 lot savdo ob'yomini olib chiqish, bu riskni oshirish, azarli savdo qilish va bu yerda yana o'sha konversiya ular foydasiga o'ynadi. Ya'ni 99% inson buncha pul bilan kirib, riskini oshirsa, pulni yo'qotishini ular biladi va o'sha uchun shunaqa majburiyatlari. $500 olish uchun, har bitta olib kelgan insonning orqasidan $500 olish uchun ularni kamida 5 lot yoki 10 lot savdo qildirasan deydi. Va savdo qildirib ulardan dollar olasan deydi. Va ularni yo'qotgan pullarni beradi. Nima uchun? Maqsad sizni slif qildirish, pullaringizni yo'qotish. Ular ichida meni aybim yo'q. Men hech narsa qilmaman, men foydadaku, san zarardan deb sizga aybni to'ngashadi. Lekin aytyapman, bu propaganda boshqacha ishlaydi. Yosh bolani oldiga ko'k qog'ozni qo'yib va qizil qog'ozni qo'yib, qizil qog'ozni faqat yomonlang va oxirida bolaga aytib, shu ranglardan birini tanla desangiz, u 90% holatda ko'k rangni tanlaydi. Chunki otasi uni yomonlab qo'rqitib o'tiribdi. Ko'k, qizil yomon deb. Bu ko'kni tanlashi mumkin ehtimol bilan. Shundan keyin ular sizga propaganda qilishyapti. Yo'q, chiqarishyapti bu yerda buncha foyda qilyapmiz, buy now, sell now, hech qanaqa bir qanday qilib hech narsani tushunmasdan bitta knopkani bir qishning orqasidan bosib, pul topishni o'ylashini o'zi bir ahmoqlik. Tushunmaysiz. To'ppa uni orqasidan boryapsiz, foyda qilyapman, bu tuzoqqa kirish bu ahmoqlikning eng cho'qqisi. Ular yana majburiyat qo'yishadi. Siz majburiy filialkadan o'tishingiz kerak. Siz savdo qilmasangiz biz sizni chiqarib yuboramiz. Har kun tekshiramiz. Agar siz balans qilmasangiz sizni chiqarib yuboramiz. Bu nima? Bu VIP kanalmi yoki qanaqadir tuzoqmi? Fahmli odam sirasi tushunadi bu narsa. Va afsuski aytayapman-ku, ularning o'ljasi juda ham kam pul topadigan, tez boy bo'lishga intiladigan insonlar. Ularga natselinni shunaqa produkt yaratishga aytdim-ku boshda. O'shanaqa produkt yaratishga ularga shular uchadi. Aqli bor, IQ'si baland odamlar ularga ishonmaydi, ularga uchmaydi. Uni aniq. Blogerlar aytishadi, bizni VIP kanalda ishlash uchun siz обязательстволari bor, shartlari bor. Har kun savdo qilishingiz kerak. Har kun yoki balans qilishingiz majburiy. Har kun bizni tekshirib o'tiramiz, savdo qilmasangiz chiqarib yuboramiz, majburiy. Chunki mana bular uchun, mana bu ob'yomni bajarib berish kerak. Brokerga mana bu pulni olish kerak, mana bu lotdan foyda olish kerak va siz yo'qotgan puldan foyda olish kerak. Tushunyapsizmi? Bu qanaqa mexanizmligini. Endi siz aytishingiz mumkin-ku, siz ham sabar brokerdan foydalanamiz-ku. Boshida aytganim identify split processing. Ya'ni brokerga kirib kelgan mijoz, aytdim nima metodi? Identify split processing metodi. Mana bu yerda siz agar bloger bergan provokod yoki link orqali silka deymiz. Link orqali o'tsangiz, mana bu proses sizni aniqladi. Mana shu bloger tez boy bo'lishni, tez pul topishni, oson pul topishni va'da qilayotgan odamning orqasidan kelayotganingizni biladi va avtomatik o'ylab o'tirmasdan sizni bibukka o'tkazadi. Bibukka o'tib ketasiz. Siz chunki ehtimoli baland o'sha odamning orqasidan keladiganlar, chunki uni targ'ibot qilayotgan narsasi yo'qotishiga aniq javob yo'l va uni yo'lidan kelayotganlar обязательно tez boy bo'lish uchun qanaqadir umid bilan kelayotgan azartni qo'pol qilib aytgan gambler, qimorbozlar, ular avtomatik bebuk o'tadi. Ularni ebuga, real bozorga o'tkazib yuborish brokerda nefigidna qanaqadir sumachalarni olib bozorga berish. Ularni o'zini ichidan varid jarid qilib pulini oladi va o'zini o'sha bloger bilan taqsimlaydi. Tushunyapsiz-a? Bu yerda juda ham katta mexanizm, juda ham katta o'ta sinchkov joylari bor. O'ta sinchkov joylari bor. Buni hammasini brokerlarda o'tirganlar o'ylab topishgan. Million dollar pul ishlashadi buni orqasidan, tushunyapsizmi? Prosta tak emas. Mashinalar, boshqasi, mana misolimda. Men
O'zimni sohamni ekspert bo'lganim uchun Crypto Miners, o'sha crypto mining bo'yicha kompaniyani qurdim. O'zimni sohamni ekspert bo'lganim uchun elektr energiya sohasida shamol elektr stansiyasini qurishni boshlaganman. O'zimni sohamni kriptovalyutani vakili bo'lganim uchun, ekspert bo'lganim uchun o'zimni loyiham pinning loyihasiga, agent bank loyihalariga asos solganman. Va bu kompaniyalar yirik kompaniyalar. Yirik kapitalizatsiya o'ta yirik. Hammasi chek qilishlaringiz mumkin. Nima uchun men hozir o'zimni qo'limdan keladi 3 minglab, 4 minglab insonlarni brokerga yo'naltirib pul ishlashim mumkin, lekin bu narsa harom. Ertaga o'g'lim turib, qariligimda bir kun surib ketim o'tizlayapti va o'g'limga qarab, nima uchun meni uryapsan deb bilmayman, chunki odamlar qarg'ishiga qolgan ko'zimni oldida aytaveradi. Bu noto'g'ri narsa. Alloh rizqni aniq bergan, uni qanday qilib olish esa o'z qo'limizda. Men to'g'ri targ'ibot bo'lsin, trading, asl trading targ'ibot bo'lsin. Dunyo globallashyapti. Tillar birlashyapti, hamma ingliz tilini o'rganyapti. Madaniyatlar birlashyapti, hamma futbolka jinsida yuribdi. Hamma shunaqa bo'lyapti. Demak, bozor globallashadi, bozor birlashadi. Ertaga bizga real traderlar, mana bunaqa blogerlar, qimorbozlar kerak emas. Real traderlar, data bilan ishlab biladigan, aniq sistema bilan ishlab biladigan, kapitalni, asset management boshqarib biladigan, portfel menejment qilib biladigan traderlar kerak bo'lganda biz kimga murojaat qilamiz? Yana chet elliklarga 10 ming, 100 ming, 20 ming dollarlab pul berib ularni ishga olamiz. O'zimizniklar yana tepadagi boshqa o'sha odamlarga assalomu alaykum, xizmatingizni qilay deb yuradi. Men shu narsani xohlamayman. Men o'zimizda ham ilm bo'lsa, shu narsani qilib olish mumkinligini bilaman. Men ko'rib kelaman, o'zim qilaman shu narsalarni. Nahotki aql bilan taqqoslash mumkin emas. Qaysi o'sha blogerlar, traderlar nimasi bor? Faqat konkursi va bu boshi pul signal kanal broker bilan nima ishlayapti? Nima? Brokerlar nima ishlayapti? Chunki regulyatsiya. Men ishlamayman. Men shu o'zimni sohamda to'g'ri hammasi po faktu kelyapti. Neujeli ishlar bilan qanday qilib meni chet ellik hamkorlarim aytibdi, qanday qilib insonlaringiz farqlay olmadim sani qaysi darajada, ularni qaysi darajada. Afsuski yo'q deyman, afsuski yo'q. Bir xillar aytadiki, ana buni maqsad kurs sotish, kurs sotish nima? Men sana fond tashkil qilmoqchiman. Men 500 million, 1 milliard, undan ham yuqori kapitalni boshqaruvchi fond tashkil qilmoqchiman. O'shani market planshatka qilib, bu yerda o'zimizning ichki kompaniyalarni IPO'larni o'tkazishimiz mumkin. Ya'ni o'sha tushunadigan odamlarni olib kelib, pulni olib kelib, likvidlikni taxlash, o'sha tayyorlashdaga men o'sha yo'lga chiqqanman. Men prosta bunaqa qilib tezroq pul ishlaylik emas. Mana pul ishlashni mingtasini bilaman. Men qanday qilib pul ishlashni, qanday qilib даже kerak bo'lsa dollar, batlardan qanday qilib million dollar ishlashni bilaman. Lekin meni maqsadim oliy. Men o'sha pulni qanday qilib ishlashni bilaman. Pulning chegarasi bor. Menda bor. Menda o'sha missiya, kompaniya, imperiya qurish maqsadim. Va bu uchun menga o'zimni atrofimdagi, o'zimni tug'ilib o'sgan vatanimdagi yoshlar kerak. Men qanday qilib yiqilsam, tepinib yiqilsam, o'zimni toshimga yiqilaman deyman. Siyanib tursam, o'zimni daraxtimda turaman. O'zimizda odamlar ham tepinib turadi, ya'ni biz o'zimiz kerak. Men boshqa joyga kerak emas, siz boshqa joyga kerak emas. Birlashishimiz kerak, shuncha aytaman. Men haqiqatdan aytaman. Bittasi aytayaptiki, buni maqsadi xohlayim shu sohada yetuk kadr tuman faktu keltirib beryapsiz-ku. Ilmni shunaqa inson targ'ib qilish kerak emas-ku-dan. Dasha Tusharboyga bergan intervyuda aytganman. Noto'g'ri odamlar noto'g'ri bilim beryapti. Noto'g'ri insonlar noto'g'ri kutuv bilan, yondashuv bilan noto'g'ri kirib kelyapti va noto'g'ri natijaga erishyapti. Va juda ham ko'p pul chiqib ketadi. O'shani o'rnida to'g'ri insonlar to'g'ri bilim bersin. Prosta chiqib, prosta mashina ko'rsatdi. Prosta nimadan qiladi? Bu kishi otasiga mashina beradi, bobosiga mashina beradi, jo'rasiga mashina beradi, tamom bu kishi trader. Nima uchun trader? Qani trader bo'lsang, qani bir kompaniyang bormi? Loyihang bormi? Nima uchun trader degani bir IT'ni tushunish kerak. Bemalol o'sha internet bilan ishlaydi, boshqalar IT bo'yicha o'zini qani kompaniyang department degan narsa bormi? Yo'q. Bizning o'zimizning sistemamiz bor. Menga kerakmi shu narsani? IT departmentda bizda 10 kishidan ko'p IT departmentda odam ishlaydi. Biz o'zimizda sistemamiz bor. Mana sistema o'zimizga harakatmi. Bu endi hamma narsa mentorlardan, gruppalardan raspисание, efir, jonli efir ichkarida bo'ladi. Testlar, zararlilar, reyting bo'yicha. Reytingda toplarni o'zimizga ishga olamiz. Va ba'zi znaniy, chat, посещение, торговый jurnal, mana bu yerda barchasini
kontrol qilamiz. Mana bu har bir bo'layotgan savdolarni kontrol qilamiz. Va bu narsalarni biz AI ga yuklab berganmiz. Искусственный intellekt, ya'ni sun'iy intellekt barchani qayerda qanaqa muammosi bor aniqlab o'zini mentorga yo'naltiradi. Har bitta mentor, nazariy mentor, praktika mentor dasturlar ishlab chiqilgan. Education department o'sish bo'yicha ishlaydi. Trading department qanday qilib fond, qanday qilib korrelyatsiyalar, barchasi hisoblaydigan departmentlar bor bizda. Buni sohaga prosta kirib, o'tiringlar savdo qilamiz va shunaqa soha bo'ldim trading. Bunaqa soha emas, korporatsiya darajasiga chiqadigan, tizimlashtirilgan bo'lishi kerak trading. Ya'ni qisqartirib tushuntiraman. Blogerni yo'llaydi va undan nima narsalar qilib beradi. Dasturiy ta'minot bilan, aytishliklar bilan nima narsalar qilib beradi. Pullarni to'shirib, pullar qilib beradi. U keyin odamlarni shunaqa manipulyatsiya qiladi. Riskka amal qilma, boy bo'lmaysan, baribir bu tupizm, bu mumkin emas. Riskka amal qilsang, boy bo'lmaysan. Men tushuntirib beraman qanday qilib. Siz 1 yil davomida o'rganing, 1 yil davomida protsentga e'tiboring, summaga emas. Dollar emas, protsentga, kapitalingizdan o'sib boradigan protsentga e'tibor bering. Yillar davomida, 1 yil davomida shakllantiring. Agar siz mana shu qanday qilib professional tradingga $1,000,000 boshqarish mumkin degan narsani mendan bilib olmoqchi bo'lsangiz, shu videoni maksimum tarqatib, maksimum kommentariy yozib, like yozib, mana shu video 1 million prasmotr olsa, men lichga chiqib pashshaga tushuntiraman. Qanday qilib tradingda professional yo'l bilan $1,000,000 kapital boshqarish mumkin degan narsani bitta tushuntirib beraman. Tushuning bu narsani. Professional yo'ldan yuring, oxiri kuymaysiz. Biz birinchi navbatda insonlarni pul yo'qotishdan asab qolishni o'rgatamiz. Pul yo'qotmaslikni o'rgatamiz. Keyingi navbat pul topish. Ular pul topishni aqli yo'q insonga, yosh bolalarni qo'liga pichoq bersangiz, u o'zini yaralash ehtimoli baland. Ularga pofik beryapti, signal. Mumkin emas bu narsa tushunmaydigan odamga berish. Ular bu narsani yaxshi bilishadi. O'tkazib brokerga shilinsin, men pulni olay otamdan o'shani sog'layib, bog'imdan o'shani sog'layib, maqtanayman. Aql bilan, ilm bilan ishlangan o'sha pulni. Xudo aniq bergan o'sha rizqni, mashinangni qilib olyapsizmi? Halol yo'l bilan qilganingizda ozgina o'zog'lab, ya'ni barakatliroq bo'lib beradi. Conclusion, oxirini aytmoqchiman. Nima qilish kerak? Maqsad. Keling bitta narsa qilamiz. Agar siz real trader bo'lsangiz, bitta narsa qilamiz. Keling siz mana bu promokod va linkdan voz keching. Agar shaxsan aytaman, agar qaysi trader link bilan sizga link bersa yoki qanaqadir promokod bersa brokerga kirish uchun, u traderdan voz keching. U trader 100% siz uchun ishlamaydi. Unga agar pul topsa sizdan kerak emas unga. Promokod bilan o'tkazish, boshqa qilish 100%. Agar siz mana bu narsalarni ko'rsangiz, promokodni yoki linkni ko'rsangiz, u traderdan voz keching. U aniq sizni manipulyatsiya qilyapti, o'z pul ko'p topaman deb o'ylayapsiz. Problemangiz mana bo'lib kelyapti. Problemani rishad qilaman deb Spark'ni sotdim, shunga ishondim, kirdim, yo'qotdim. Keyin orqasidan zdaniya uchun malyarlik qiladi, o'sha $50,000 avans olgan, stajyer qilishdan oldin. Zdaniyaga uni tiqib yo'qotib yuborgan. Hozir o'zini o'rtog'im faoliy qilib pul berib, hozir zo'rg'a qiynayapman. Ya'ni u nolda sinib ketadi bola. Bolasi bor. Shuni o'ylamaysizlar, mana shu ishni, mana shu treyderlarga ishonib qilgan shu narsani, borib yo'qotib qilgan narsani. Noto'g'ri targ'ib qilingan, sistema o'rgatilmagan. Jurnalni oching. Qanday qilib ma'lumotsiz trade qilish mumkin? Ma'lumotni o'zini ma'lumotini yo'qotishni o'rgatmaydi. Afsus, shunaqa narsalarga uchrayapsiz. Ya'ni siz qaysi traderda promokod ko'rsangiz yoki link ko'rsangiz, u traderdan voz keching. U mashinik trade. Okey. Agar promokod yoki link targ'ib qilsangiz, значит siz mashinik trader. Traderlar, do'stlarim, kelinglar birlashamiz. Sizlar mujik, sizlarning pullaringiz ko'p, sizlar вообще boyodam ko'p. Nima kerak sizga? Promokod shuncha gap. Nima kerak? Mana bilmassiz siz. Mayli deylik, bilmassiz. Broker shunaqa qalobliklar qilayotganda. Mana bundan voz keching. Endi bildingiz, voz keching. Davaychi mujik bo'ladi. Men hech kimga xusumatim yo'q. Hamma pulni ishlasin. Hamma zo'r bo'lsin. Men hech kimga shaxsiyatiga ishim yo'q. Mujik bo'lsang, mana ularni yo'qot. Yo'qotmasam demak seni pul manbai mana shu ekanda. Demak pul manbai promokodning broker bilan ishlash. To'g'ri tushuntirib bildimmi? Agar siz promokod yoki linkdan o'tkazayotgan traderni ko'rsangiz, undan voz keching. Traderlar hech kimga xusumatim yo'q. Birlashishni, do'st bo'lishni, pul ishlashni xohlasalaringiz, yo'q sizlarga nima u? Promokod va linkdan voz kechinglar. Bo'ldi. Bitta narsa aytaman. 2022-yildan beri faktlarni qo'yib qo'ying.
Tradingdan bepul darslar berib kelaman. Yillar davomida, hozir 2026, 4 yil davomida bepul. Bu aytish mumkin, bepul berib 1-2 oy keyin plan qiladi. Yo'q, 4 yil berishi mumkinmi? 4 yil berganmiz bepul. Hozirgacha berib kelyapmiz. Hozirgi chiqarishni nima qilyapmiz? Insonlar xalq tushunsin, o'rgansin. Bizga hech qanaqa pulni, ana 5 ming ishladik, 10 ming ishladik, 100 ming ishladik deb ko'rsatmaymiz. Bizga aytishdi, bitta bola chiqdi, o'sha как aktivistlar o'zining shaxsiy fikrlarini blogerlarga, o'sha brokerlarga, treyderlarga gapirib chiqyapti. Bu normal holat. Bu o'sha treyderlar chiqib do'l qilyapti, chunki foyda mana bundan. Foyda promokoddan, foyda brokerdan. Ularga alam qilyapti, o'zini oqlashga harakat qilyapti. Kim atarsan aybing bo'lsa, menga farqi yo'q deb o'tiraverasan. Ya u bola chiqib, shunaqa yoshlar ko'paysin, filtrlarga qaraydigan, tushunadigan, bu normal holat. Sizlar tushunishingiz uchun shunaqa narsalar qilyapsiz. Men to'g'ri tarix bilan shug'ullanaman. 4 yil meshlar hozirgacha biz bepul informatsiya beramiz. Tahlillarni remont qilib ko'rsatamiz 15 daqiqalik. Mana shunaqa narsa. Keyin oxirida javobini ham beramiz. Telegram kanalini bemalol fact checking qiling. Meni fikrimni fikr deb qabul qiling. Xulosa emas. Aytma, emotsiya emas. Prost aql bilan aytayotganlarini qo'yib chiqsangiz o'zingiz tushunasiz. Aqli bor insonlarni tushundim. Agar shu yo'lda davom etmoqchi bo'lsangiz, bu mening qo'limdan kelgan oxirgi yo'l edi shu. Men Xudoni oldiga aytib bilaman. Xudo, men shu sohani vakili qildim meni. Men shu sohani vakili bo'ldim va odamlar adashilmasligi uchun to'g'ri yo'lni ko'rsatdim. Qo'limdan kelgancha yana gapiraman. Lekin siz qaytmasangiz, befoyda. O'shvaqt oldingizga barcha nozirlardan tayyorlab bersin, siz yemasangiz, baribir befoyda. Men qo'limdan kelganini qilyapman. Men to'g'ri narsani targ'ib qilyapman. Mani hammasi bilan ular bilan bir xil qatorda qo'yish tupizm bu. Bitafillar tushunmaydi, dash tradingni bilmaydi. Bu trader yomon, San fikirlar u bola shuncha. Abdurahmonich. Men necha yillar qilgan mehnatni boshlaman. Necha yillar men o'qiganman. Hozirgacha ishlarimiz tushunasizlar. Bu bizneslar qilib yuribman. Bu nimaga bu? Qayerdan 4 kun tradingda yurgan odam bilan tenglashtirish? Iltimos, adekvat inson sifatida kirib, qarashib, keyin xulosa chiqaradi. Hammalarga rahmat, qo'limdan kelgan barcha ishni qilib berdim, tushuntirib berdim. Brokerlar Bimuqa yuborib, sizni shirib va uni blogerlar bilan bo'lishib yurgan vaqtda brokerlar promokod va linkdan voz kechsin, erkak bo'lib. Nima kerak sizga? Siz pulingiz ko'p shunday. Nima qilasiz buni? Qo'shimcha daxl kerak emas. Brokerlar tushunib berdim, nima qilishadi. Pul mana bu yerda primoy pasib yuboradi sizning linkingizdan kelgan odamni. Chunki biladi u azartni kelyapti, o'zi $1000, $5000 ishlayman deb kelyapti o'g'az. Bilmaydim. Va siz ham ishtirokchilar hech qachon promokod yoki link qilayotgan insonga ergashmang. Ayting, ustoz, shaman, qilmang shu ishni. Kerak emas, biz e-bookga o'tib ketmaylik. Misol tarixcham chiroyli. Mani e-bookga o'tishni xohlayman. Iltimos, kerak emas shu. Sizga nima kerak 5 ming ishni? Shunday gapni topyapsiz. Assalomu alaykum. Sog' bo'ling.